Kanalimizga xo'sh kelibsiz. Ushbu videoda O'zbekiston Superligasining 9 tur uchrashuvlariga nazar tashlaymiz va chempionatning eng zo'r to'purarlarini eslab o'tamiz. Men bilan bo'ling. Chempionatning to'purarlari bu 6 ta gol bilan Paxtakor jamoasidan Igor Sergeyev va Okmik jamoasidan Giyosov Xurshid. Izohlarda qaysi shahardan tomosha qilayotganingizni va qaysi jamoaga muxlislik qilayotganingizni yozib qoldiring. Bu videoni har doim hafta oxirida qaysi jamoalar o'ynashini bilmaydigan va keyin natijalarini so'rab yuradigan do'stingiz bilan bo'lishing. Kanalga obuna bo'lishni va boshqa videolarimizni tomosha qilishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha